Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim. Hammalarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Men do'stumlar Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan, hozir Sulaymaniyadan Allah'nınki cennet salam bo'lgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan salomni bergandan keyin 31 tadbiryoy sin darslarda Erkin Sidiq akamizningki bu g'oliblarning xarakteri va saboqlari degan 5-qism Erkin Sidiq yozmalari 5-qism kitobdan Germanlarning 7 xil kishilik xarakteri degan mazmunni birlikda o'rganib o'tamiz. Ötken saat, ötken hafta biz yapılla doğruluk, ötkenki 2 saatte, 2 haftada yapılla doğruluk birlikte ögülüp ötken. Bugün Germanlarını, Nimislarını başlayalımız canım dostlar. Erkin Sidiq akimizin bu 5. kısım kitabı 2016 yılı 10. ayda İstanbul'da neşir kılıngan. Kaderli qarindoshlar. Tedbir neşriyatı, tedbir şirketimizge qarashliq. Bu yerden Erkin Sidiq akimizin 7 qism kitabını neşir qildik. Ondan başqa 8 qism kitabı, tor kitabını mı raqamlik basma şeklinde, A4 kitap şeklinde, ondan mı 5 yürüyüş, 6 yürüyüş hazırlap koydum qadrli qarindoshlar. Lazım diyenlerge ibadət bəsək bulud. Hem Germanlar toğruluq bir yerde Germanlarning 7 xil kishilik xarakteridan boshqa mazmunlar bormi ekan desak, Germanlarning odatlar va madaniyat xarakteri deb yana bir maqola bor ekan. Vaqtimiz chiqsa buni o'qib o'tamiz. Bo'lmasa bugun shu kitobningki 172 betidan 191 betigacha birlikda o'rganamiz. 172 bet. Germanlarning 7 xil kishilik xarakteri bu maqola 2014 yılı 11 ayninki 28 kuni yozilib Amerikada Kaliforniya shtati Los Angeles shahrida yashaydi Erkin Sidiq akam. Mamlakatimizdagi, vatanimizdagi har xil torbetlarda nashr qilingan jinim do'stlar. Germanlarning 7 xil kishilik xarakteri 2014 yılı 11 ayninki 28 günü. Men özümün yakında tayarlagan, buyurulgan yardım ve tirişçanlık Bedri uruşidan oylıqallarım degan maqolasida mundaq deb yazgan idim. Germaniya bilan injenerlikning ma'nida so'z bo'lib kelayotganligiga xili uzun bo'ldi. 1945 yılı teslim bo'lgandan keyin Germaniyaning besib olingan qismi 4 parcha zaminga bo'lib etilgan. Hamda 1950 yılı kelguncha uning qayta kuchayib ketishining oldini olish uchun uning eg'ir sanoati birlashma kuchlar tarafidan maqsadli holda eg'ir darajada buzib tashlangan edi. Lekin Germaniya yana kuchaydi. Hozir o iqtisodiy jihatda Yevropa birligiga a'zo bo'lgan qolgan ellarni yo'layotdi. Ikkinchi dunyo urushidan burun Germanlar dinni intayin muhim o'ringa qo'ygan. Bo'libmi Angliya bilan selishtirganda Germanlar haqiqiy dinchilardan bo'lib, uning barliq kuchini asosan davlat ichidagi ishlarga qaratgan. Mening mo'lchalashimcha Ikkinchi dunyo urushidan keyin Germanlarda din jihatda zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Ularning asosiy nufusiga Xudoga ishonadigan, ammo dinchi emas, spiritual but not religious kishilarga aylandi. Germanlar intayin qattiq ishlaydi. Vazifada nihoyat yuqori mas'uliyatchanlik va astoydillik bilan o'rinlaydi hamda nihoyat ijodchan. Hozir bütün dünya işletilayotgan ilg'or texnikalarning ichida Germanlar ijod qilganlari nihoyat yuqori o'rinni egallaydi. 1762-1814 yılları yaşayan Germaniyaning dağınlıq feylasuf Fichte, Johann
Gottlieb Fichte bundaq deydi. Germanlarning ruhi bir bürkütge o'xshash. O özünün küçlük ve məxsus çeniqtirgan qanıtını qıqıb, özünün eğir bedenini yuqarıga qarab örləşke məcburi qılıdı. Onun bunda qilishki məqsidi çonqur təfəkkürlər arqılıq özüge güç-quvvet ata qılıdığan bir quyoshga o'xshash mənbəge yıqılışdan ibaret. Ben bu sözde Germanların ruhini nahayeti ixcham ve nahayeti canlıq halda düşündürüp berəleydiken dep oyladım. Xuddi yuqorqidek men özümün burunqi xeli köp maqalalarida yapıllar, Germanlar ve Yahudilerini tilga aldım. Men ularni 2. Dünya urushi mezgilida bütünley vayronlikqa uchrab, onundan keyingi 70 yildagi vaqt ichida to'g'ri ishlarni tanlab qilib, hamma ishlarni to'g'ri qilib, iqtisod va texnologiya sohasida hozir yana dunyoning eng oldiga o'tib ketgan millatlarning misoli sifatida tilga oldim. Shundaqla Yaponlar bilan Yahudilarning nimaga tayinib ashunda qila olganligini o'zimning burunqi 4 parcha maqolasida tafsili tushuntirib o'tdim. Ammo Germanlar ustida hozirgacha to'xtalib boqmadim. Buning sababi mening Germanlar haqidagi tunishim ancha to'liq emas bo'lib, men hozirgacha ular ustida uzluksiz izlanib, hamda ularni qandoq tunishtirish haqida o'ylanib keldim. Oldingi hafta, ya'ni 2014 yili 18 noyabr kuni Amerikadagi mamlakatlik televizorlarning hammasi keşlik, memleketlik ve xalqaro xabarlar vaqtida mundaq bir ishni xabar qilishdi. Germaniya yaqinda dunyoning eng yaxshi ko'radigan davlati world's favorite country bo'lib baholangan. Aşı xabar mening mazkur maqolani tayyorlashimga sababchi bo'ldi. Ben yalğız aşı xabarning o'zini va bir maqola qilib yo'llashni muvafiq ko'rmay, onun Germanlarning eng ro'shan 7 xil kishilik xarakterini qo'shib bayon qilishni qaror qildim. Yuqoridagi xabar aslida mundaq bir ish ekan. İngilizce Unhold GFK Nations Brand Index deb atiladigan bir ko'rsatkich bor bo'lib, aşı ko'rsatkichga mas'ul tashkilot dunyoning eng oldida turadigan 50 davlatning obrazini yilda bir qatim baholab e'lon qildi ekan. Aşı baholashda Amerika uzundan beri birinci o'rinni egallagan bo'lib, bu yil Amerikaning o'rnini Germaniya elibdi. Bu ko'rsatkichning 23 elementi bor bo'lib, ular 6 turlik umumyuzlik o'lchamni tashkil qildi ekan. Ba'zi mutaxassislarning ko'rishicha, bu yil Germaniyaning eng oldingi o'ringa o'tishiga sababchi bo'lgan omillarning ichida ularning dunyo futbol musobaqasi qatorliq tantarbiya sohalarida ko'rsatgan qahramonligi, ularning nihoyat puxta iqtisodiy muvaffaqiyatlar bilan Yevropani yetaklab menishi, shundaqla ular izchil turda davomlashtirib kelayotgan siyosiy jihatdagi mas'uliyatchanlik qatorliqlar bor ekan. Bu baholashga Daniyaga joylashgan Unhold GFK degan organ mas'ul bo'lib, ular 20 davlatdagi 20125 nafar odam bilan suhbat o'tkazish orqali haliqi 50 davlatni darajaga ayirib chiqdi ekan. Amerika bu baholashda 2009 yildan boshlab birinchilikka erishib kelayotgan bo'lib, yangilik yaratish, zamoniy madaniyat ve ma'arif qurilmalari jihatda hozirmi butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan davlat bo'lib hisoblansimi, bu qatim Amerika dunyo tinchligi va bexatarligi jihatlarda bir oz ziyon tortib, bu jihatda u 19-o'ringa tushib qolgan. Bu yilgi baholashda Rossiyaning o'rni 3 darajada tuvallab 25-o'ringa tushib qolgan. Onun aldığı ötkini 22. devlet Argentina, 23. devlet Jungo, 24. devlet Singapurlar. Bu qadimki bağlaşta aldığı 10'ның içine kirgen devletler tüvendikilerden ibaret. Germaniya, Amerika, Angliya, Fransiya, Kanada, Yaponiya, İtaliya,
Şveysariya, Avustraliya, Şvetsiya. Germanlarning biz ügünüşke tegishli yerleri nayet köp. Men ular haqida bir az izlenip, ularning aşındaq biz ügünüşke tegishli yerlerine sistemali holda tonuşturuşunu oylığılı xeli uzun boldu. Aşındaq bir maqsadda men Hitler yazgan bir qalin İngiliz kitapını setib aldım. Ama onu tehi okup bulamadım. Torlarını izlep Germanlarning alayidiklerini bayan kıldıgan ilmi makale yoki bir devlet hükümetinin resmi ilmi tadqiqot doktorlaridan birerini texchi topamadım. Nemişkikin bundaq mazmundaki materyallar torlardan ancha tepilmaydi ekan. Men bu qitim Germanlar bilen uzun müddet birli yaşayan bir adam yazgan Germanlarning eng çoğ 7 xil kişilik karakteri personality traits hakkında bir parça makale taptım. Tordaki bu makalenin astıga nurgun inkaslarını düşken bulup, o inkaslarımı aslideki makalede otur koygan yeküllerini cezimleştirdiken. Ya ki bombasa tuluqlaydiken. O makalenin abdurunun tordaki ismi Schinzel Republic. Bulup o bir Amerikalık iken. Ama o bir asker bulup Germaniyada 20 yıl yaşaptı. Hem de bir Germanlık kız bilen toy qıptı. Onun bir tor blogu var bulup, bu blogda o bütünley Germaniye ve Germanlar hakkındaki neslerini yazıdiken. Mesela Germaniye, Germanlıkla, German tədqiqatı, Germandaki siyasi erbabla, German televizörü, German yemekleri, German çakçakları, ya ki Germanda çakçaklığın kemçilliki, German adetleri, Germaniye haberleri, Germaniye maşinleri ve German tarihi qatarlıqlar. Tüvendikisi Schinzel Republic tayarlagan bu Germanның 7 xil kişilik karakteri degan maqalaning asaslık mezmunu. Menimce bu abdur tilga algan 7 karakter bir to'liq tizimlik bo'lmasdan, onun özüge en ta'sir qilgan 7 karakter bo'lishi mumkin. Mesela Germanlarning bir ishni qilishdagi astoydilligi, mas'uliyatchanligi ve puxtaligi dünyadagi boshqa millatlarning oldida turdi. Ama Schinzel Germanlarning bu xil karakterini heliqi 7 karakterga qo'shmabdi. Qadirli qarindoshlar, biz har haftaning shanba kuni bo'ladi. Hozir bu tadbirga isim dersleri. Bugungi isim dersimizde biz şu Germanlarninki 7 xil karakterini birlikte o'qiyotimiz. O'tgan hafta biz Yaponlarninkini o'rgangan, qadirli qarindoshlar. İnşallah bu Germanlarni tugatgandan keyin yana boshqa Yahudilar to'g'riliq to'xtalamiz, jinim do'stlarim. Germanlarning 7 xil kişilik karakteri. Birinci cahillik. Bu bizge 2 qitimliq dünya urushidan ayan. O bizge 1950 yıllardaki işlerden hem de Germaniye'nin kayıtlarının kat götürüşünün ayan. Nurgun ellerinin iktisadi tevrep kaldı. Bulup mu Geritisiye Irak'ın kürüş cihette eğir derecede hatalaşıp nurgun azap içinde, okubet içinde kaldı. Ama Germaniye bolsa bir idiyi geçin esilip onu kat'i davamlaştırdı. Germanlar öz fikirlerini asallıkça özgertmeydi. Özgertken vakitte mi çokum meselenin mahiyetini toluq düşünüp durup aşındak bir zürriyet tüpeylidin şundak kılıdı. İkinci enini davamlaştırış. Eğer bir Germanlık bir enini başlayan bolsa o çokum onun vücuduna çıkamay kalmaydı. Bunun bir tipik misali Oktoberfest deb atılgan bayramdan ibaret. Bu bayram her yılı Münxende ötküzülgen bulup 9. ayının ahırda başlanıp 10. ayının 1. yekşembe günügüçe 16 gün davamlaşıdı. O 1810 yılı başlangan bulup hazırgacha davamlaşıp kelyapti. Germaniyada muşundaq bayramlardan bir qancha milyonları var. Mesela bazı joylarda her yılı küz günlerinin biri
ko'zlik g'o'yli tozalash kuni qilib bekitilgan bo'lib, har yilning shu kuni hamma odam ongli holda g'o'yli tozalaydi. Ba'zi joylarda bir yozlik bayram kuni davom etayotgani 60 yildan oshgan bo'lib, agar biror suv ofatiga o'xshash cho'ng ishlar yuz bermaganlar bo'ladi ekan, kishilar ashundoq bayram kunini zodila o'zgartmaydi. Bu xil ahvol ayrim kishilar uchun o'xshash. Masalan, ba'zilar umr bo'yi Opel din iborat bir markalik mashina haydaydi. Ba'zi ayollar o'zlari ayrim deb elib kelish uchun har yili 5-yilning 2-kuni, ya'ni Berlin, Germaniyaning poytaxtiga keladi. Ba'zilar uyini bir xil sirlab olgan bo'lsa, uni 45 yilgacha o'zgartmaydi. Ba'zilar birli mashina remont qildigan, mexanikni ishlatadigan bo'lib, mushu ish bir an'anaga aylangandan keyin buni shu mexanik pensiyaga chiqquncha davomlashtirdi. 3. Tijashchanlik. Odatda buni arzon mollar bilan yashash deb atsaqmi bo'ladi. Ammo undaq desak, %100 odillik qilgan bo'lmay qilishimiz mumkin. Ko'pincha germanlar har yili yozda 10 kun ta'til qilib, bir yerlarga berib dam elib keladigan bo'lib, ularning yanında eng ko'p bo'lganda $300 pul bar bo'lishi bir nihoyat normal ish. Ular bir amallarni qilib, shu $300 pulni 10 kunlik dam olishga yetkazadi. Agar pensiyaga chiqqan germanlarga qarab baksangiz, ular 65 yoshga kirganda her ayda xarjlaydigan puli $1000 atrofida bo'lib, ular aşınçılık az pulni yetkazib xarjlaydi. Hozir germanlar Germaniyadagi uy remont qiladigan materiallarni sotadigan Hornbach degan cho'ng do'konlardan nihoyat ko'p foydalangan bo'lib ketdi. Ular uy bezashga biror kasbiy shirkatni ishlatmaydi. Onun o'rniga polshalik ishlamchilardan birini bir haftalik yollab olib, hamma materiallarni bozordan o'zlari setib olib akilib, uyni sirlash va uyni bezash ishlarining hammasini özleri qiladi. 4. Bas munoziraga amroq kelish. Germanlar bas munozira qilishadigan ishlar nihoyat ko'p. Biri hovlisiga bir xil daraxt tiksa, qo'shnisi uni yoqtirmay munozirlashishi mumkin. Biri qish kuni mashinasini 2 minut isitsa, uningdan chiqqan ovoz haqida qo'shnisi munozirlashishi mumkin. Qo'shnisi 1 minutga chidaydi, ammo vaqt 2 minutga uzrab ketadi ekan, qo'shnisi chiqib bu kishi bilan munozirlashadi. Mushundaq bir xil shaklda bir germanlik sizning qanday qilib bir ishni xato qilganligingizni ko'rsatib beradi. Onunga siz ma'qul bo'lishingiz kerak. Agar unda qilmasangiz, bas munozir yoki talash tartish boshlanadi. Ya'ni 5. yumor jihatdagi o'zguchilik. Amerikadagi Robin Williams ve şunun o'xshash dağınlıq yumurchilarning chaqchaqlari Germaniyada azroqmi qarshi elinmaydi yoki aqmaydi. Ammo germanlar boshqalarni masxara qiladigan yumorlarni yaxshi ko'rdi. Masalan, Germaniyaning siyosiy sistemasi qavoqxonadagi bir mastimi bakrak buzilib ketdi deganda gaplar germanlarni nihoyatmi qattiq kuldirib o'taraydi. Germanlar o'zlarining muhiti bilan selishtirganda, germanlar o'zlarining muhiti bilan selishtirganda, amaliy muhiti bilan selishtirilgan ishxona yumorlarini bek yaxshi ko'rdi. Masalan, ular bir qassobxona yoki hukumatning byurokratligi haqidagi hikoyalarga nihoyatun bek kuladi. Chunki ular mushundaq ishlarni har kuni uchirtib turadi. Germanlar o'zlarining amaliy muhiti bilan selishtirilgan ishxona yumorlarini bek yaxshi har kuni uchirtadi. Ilova, men bulardan germanlar o'ydirib chiqqan yoki amaliyotga ancha uyg'un kelmaydigan gaplarga zodli kulmaydigan degan xulosaga keldim. Onun aksicha ba'zi Uyg'ur zotlarning ichinish yoki nafratlanadigan ahvollarni kulimsirab turib so'zlayotganligini, Uyg'urlarning dardtikush yig'ilishlarini naqshi usuldan iborat bir xil ko'ngil ichish faoliyati bilan oxirlashtirganligini ko'rib baqdim. Uyg'ur itot so'rinlaridimi cho'nglarni kuldirish uchun maydonda o'tirgan kichik bolalarni qilchimi o'ylashib qo'ymaydigan mazmunlarni davomli ko'rib turibman.
Biz davamlı külüp, yayrap yaşayalışımız için aldı bilen üzümüzü saklap gelişimiz gerek. Külüdüğün işler var, nefretliliğin işlamı var. Nefretliliğin işlerini külümserep durup sözleş, normal insanga has iş emez. Bu cihette Uygurlar xelibek tirişmese bulmaydı degan ilavesi bakken erkim akimizdeki. 6. Kişilik münasibetteki soğukluk. Siz bir yanacağı küçüp bakelsiniz, koştuğunuz bilen tanış için 10 yıldek vakit gidiyordu. Emniyette siz koştuğunuz bilen en köp aralaştı digendim o, maşını bilen hoyluğunuzdaki otlarını organda koştuğunuz bilen bir katım bir kutu pivini bile içken buluşunuz mümkün. Bir Germanlık kız bir Germanlık jigit bilen tanışıp 6 ay vakt ütüpla onun bilen toy kılılgan işini siz hergiz mi uşurtanmaysız. Germanlar yani bir Germanlık kız bilen bir Germanlık jigit tanışıp 6 ay vakt ütüpla onun bilen toy kılılgan işini siz hergiz mi uşurtanmaysız. Germanlar özünü qoğdaşdaki bir xil taktik süpütüdü muşundaq soğuqluqni saqlaydı. Onlar muşundaq taktiki bilen özlerinin yekillerini qoğdap, özleri üçün bir xil bexeter şaraitni hazırlaydı. 7. Yenilik yaratışqa qadir keliş. Germanlar yenilik yaratışqa nait qadir kelidi. Yağmur yaqqanda bazı qimmat bahalık avtomobillardaki yağmur sezgüç onu bilip avtomobil eynikideki su eqitqushni avtomatik halda hareketlendirdi. Bunu Germanlar keşif qilgan. Avtomobillardaki onundan başqa nurg'un narsalarni Germanlar keşif qilgan. Ular keşif qilgan narsalardan yana isitqich, qalam, xat besish mashinasi, mashinaning rezingi chaqi, yer asti poyuz, hatta eg'izi him etildigan plastik xalta qatorliqlarmi bor. Ular bir yerda o'ltirib olib, bir damdala bir yangi narsani o'ylab topa oladi. Ondan keyin o kashfiyotini dunyoga jakalaydi. Bu Germanlarninki 7 xil xarakteri ekan, qadrli qarindoshlar. Ondan başqa kitap o'qish va yangilik yaratish to'g'risida bir qarab boqaylik. Adeti bir millet kişilerinin yangilik yaratışga qodir kelish kelmasligi ularning kitobni ko'p o'qimasligi bilan bevosita munosabatlik. Angliyadagi xalqaro media shirkati Bertelsmann yaqinda bir qancha tadqiqot shirkatlarini ishga solib, Germaniya, Fransiya va Angliya fuqarolarining yangilik yaratish ahvoli ustida bir qatim ilmiy tekshirish elib borgan bo'lib, aşı tekshirishning doklati 2014 yılı 23 sentabr günü e'lon qilindi. Aşı doklatda deyishcha, Germanlarning 70%, Fransuzlarning 65% ve Angliyaliklarning 72%. Aşı doklatda deyilishcha, Germanlarning 70%, Fransuzlarning 65% ve Angliyaning 72% özlerini yangilik yaratadigan kishilar deb hisoblaydi ekan. Yine innovasyon deb qo'ydi, mana turkchada innovation. Yangilik yaratiladigan kasbiy sohalarning ichida rassomlik, naqshchilik yoki muzikant qatorliq 3 san'atchilik sohasi eng oldida turadi ekan. Bu üç devletdeki şirket karxanalarının içinde yangilik yaratish kategoriyasi kiradigan şirketlerin soni 392 ming. Bo'lib, ular her yili 128 milyard yevroluk kirim qiladi ekan. Hamda 3.3 milyon odamni xizmat bilan ta'minlaydi ekan. Bu jihatda Germaniya birinchi o'rinda turadigan bo'lib, Germaniyadaki yangilik yaratish kategoriyasidagi shirkatlarning yillik kirimi 49 milyard euro, Angliyaning 44 milyard euro ve Fransiyaning bo'lsa 35 milyard euro ekan. Her xil medialardan foydalanib o'rganish qilish jihatda davlatlar ara ve o'xshamagan yoshdagi kishilar ara farqlar bor ekan. Bütün Germanlarning ichida
her bir haftanın içinde çokum jurnal okuyduğun kişilerin sani 65%, Fransızların 45%, Engiliklerinin bolsa 40% iken. Germanların içinde 47% kişi kem degende haftada bir qatim kitap okuyduğun bulup, bu cihette Engilikler 52%, Fransızlar bolsa 36% iken. Jurnalı en köp okuyduğunlar 40 yaştan 65 yaşçı bolgan aralıqlı kişiler bulup, 40 yaştan kichikler bolsa televizyonunu çoğunlardan köprek kördüki. Men okurmanlardan muşu yer toxtab bir az oynanıp bakışını teklif kılaman. Uygurlar içinde her haftanın içinde çokum jurnal, gezit yoki kitap okuyduğanlarning sani barliq Uygur nüfusunun qancha %'ni egallaydiganda? Olar 5%ga baramdı. Uyda kitap saklaydigan Uygurlarning sani barliq Uygur sanının qancha %'ni egallaydi? Uyda maxsus bir kichik kutubxona o'rni bar Uygurlar uchun. Men odatda o'zimizning salbiy ishlarini bek ta'kidlab ketishdan o'zimni tortaman. Sababi bizning dardimiz hozir xeli yetib oshadigan bo'lib, kichik salbiy narsalarni so'zlab bersak, xalqimiz endi ularni ko'tarolmay qolishi mumkin. Ammo millatning qudrat topolmasligida sabab bo'layotgan yuqoridagi intayin ro'shan omillarni tilga olmaymi bo'lmaydi. Bizning san'at madaniyatimiz va sorun madaniyatimiz biz uchun intayin qimmatli bo'lib, men o'zimning ba'zi yozmalarida ularning ba'zi jihatda hozirgacha o'ynagan rolini dinning roli bilan o'xshash o'ringa qo'ydim. Ammo nisbat to'g'ri bo'lishi kerak. Hech bo'lmaganda nisbat to'g'ri bo'lishga yaqinroq bo'lishi kerak. Agar biz bir jihatda alohida yaxshi, butun jungo bo'yicha birinchi o'rinda bo'lib, yana bir jihatda bo'lib kitob o'qish jihati 0 ga yaqin bo'lsak, ishimiz hech oqmaydi. Men o'qirmanlarga mazkur maqolani o'qib bo'lgandan keyin Yalqin Ro'zi apandining biz qandaqlarcha naqsh usul millati atalib qoldik degan maqolasini bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Men bu maqolani mazkur maqolaning ostiga inkas shaklida choplab qo'ydim. 3-oxirgi so'z bosh ko'ngil qonuniyati va markazlashtirish degan oxirgi so'zni birlikda o'rganib o'tamiz do'stlarim. Men mazkur maqolada Germanlarning 7 xil asosli kishilik xarakterini tonuşturup o'tdim. Gerçi mazkur maqolada nəhayət ochiq bayon qilmagan bo'lsa-mu, Germanlar nəhayət yuqori sapaga ega bo'lib, bundaq sapani ular uzun yillar ichida yo'lga qo'yib kelgan nəhayət puxta ma'rif programmasi orqali vujudga keltirgan. Germanlardagi yuqorida bayon qilingan bir qism yaxshi kishilik xarakter ashundaq yuqori sapaning bir qismidan iborat. Germanlarning eng gavdalik adolatlarining biri ulardaki e'tiqod birligi, ideya birligi, angliqlikdagi tekshirlik va ustunlik va harakat birligidan iborat. Germanlardagi bu xil sapa dunyoga 2-Dünya urushida bir qatim namoyon bo'ldi. Ya'ni hozir Germaniyaning 2-Dünya urushida boshqa nurg'un ellar ustidan o'tkazgan jinoyatlari haqida to'xtalganda nurg'un kishilar aşı işlerini kılgan baş cinayet süpütülü Hitler'ini köz aldığı keltirdi. Bunun ma'lum derecedeki asası var. Ama bir eldeki hemme xalq bir adamga ergeşmegen bolsa, onun için ola işinin yüz berişi mümkün emas idi. Bu xil ahval yapılar üçünmü o'xshash. Men yuqorida tonuşturgan Germanlarning ikinci xarakteri an'anani saqlashdan iborat degan edim. Ama aşı kısmının içinde mundaq bir narsa var. Eğer Germaniyaning bir mahallesida yaşaydigan kişiler her yili manchinchi ayning manchinchi kuni hammamiz hoyla tozalaymiz deb qaror qilsa, aşı mahalledagi hamma odam her yili aşı kunda hoyla tozalaydi. Bir kim ularga aşı vaqt yaqinlashganda ayrim chaqiriq qilmaydi, ayrim eskartib qo'ymaydi. O kuni hech kimning ishi chiqib qolmaydi. Hamda o kuni hech kim og'rib qolmaydi. Muşu Kur'an'ı okuganda Japon'da yaşap bakan qarindoshlarning iyisiga derhalla mundaq bir ish keladi.
Bu cəhətdə yapılanmı Germanlarga opma oxşaş. Mən hazırgıca xizmət və sayyat münasibilə nurgulğan tərəq qılğan əllərə berib baxdım. Şuların işide şəhər işide qatnaydigan avtobus və poyizlarda bilet təkşüməydigan dövlətlərdən bir qançını uçratqan bulub, onların biri Germaniyadan ibarət. Yani, əgər siz Germaniyada yerastı poyizga oturmaqçı buldukensiz, siz biletini yer üstüdeki koçudaki bir maşından alısınız. Onun için siz poyizdin içi kirgüçe birer işikten, birer bilet tekşürüdüğün maşinidin, ya ki birer bilet tekşürüdüğün adamdan aldıdan ötmeysiz. Yani siz biletini elip, yan çuğunuzga selip koyup, yer üstüdün, yer astadaki poyizga xuddi bir dükkanğa kirgende kirip gitisiz. Bizde ömür boyu bilet tekşürüşünü ütüp, yaşap külüp kalkan kişilerge bundak ahval bir az normalsizlikdek tuyuldu ki. Ama hazırki zaman Germanlarının almışlık derecesi yani şu seviyeye yetkin. Ben üzümden aldığı bir parça makalesi de Muhammed Aleyhisselam devredeki Bedri ve Uhud uruşları hakkındaki mundak bir ahvalını bayan kılıp öttüm. Bedri uruşuda Müslümanlarda ideya birliki, maksat birliki ve hareket birliki bağ olgan. Şunun bilen ula Allah'ın yardımına erişken. Uhud uruşuda bolsa uruş katnaşkan Müslümanlarda ideya birliki, maksat birliki ve hareket birliki saklanmagan. Şunun bilen ula Bedri uruşudakidek Allah'ın yardımına erişenmey, uruştu yengilip Muhammed Aleyhisselam'dan ayrılıp kağılımı tas kağan. Muşudun asasen men taştek uyuşuşun Allah buyurgan yardımını kolga keltirişdiki en muhim şartlarının biri işkerligiye likini yakınlap çıktım. Bu taştek uyuşuşun rolünü İslam noktası turup bayan kılmışıdır. Taştek uyuşuşun rolünün hazırki zaman ilim pellerdeki düşündürüştürümü mevcut. Mesela bu cihetteki bir kısım nezariyeler Napolyon Hill'nin düşündürüşüdeki özüge tartışının sırlı kanuniyeti diyen dağlık İngiliz kitapta baş köngül kanuniyeti diyen tema aslında bayan kılıngan bulup, ben onu özümden gayini reallığa aylandırıştın sırlı kanuniyeti diyen makalesi de azırak düşündürüp öttüm. Bu ufkum yalnız Germaniya yaki Japoniyadek bir elge, yaki Germanlar yaki Japonlarga okşaş bir kavimga mas kelip kalmasdan, o ortak bir nişan üçün toplangan her bir grupli kişilerge. Mesela bir şirket yoki bir karxana kişilerge mas keladigan. Ben okurmanlarga baş köngül kanuniyetini Germanlar ve Japonlarning ahvoliga birleştirip durup bir qatim o'qib beqishini tavsiya qilaman. Qolaylik bo'lsin uchun men o'zimning bunaqi maqolasidagi baş köngül kanuniyeti degan mazmunni mush yerga qistirib qo'ydigan bo'lib, mazkur maqolanimi shu mazmun bilan oxirlashtiraman. Men Germanlar haqida yozilgan mazmunlar texi oxirlashmadi. Men bu jihatda davomli izlanib, bizga biroz foydasi bor narsalarni bayqaganda ularni yana ayrim maqola qilib yo'llashga tirishiman. Baş köngül kanuniyeti. Qadrli qarindoshlar, tadbiryay isim derslerining 31-sida Erkin Sidiq akamizningki g'oliblarning xarakteri va saboqlari degan 5-qism kitobidan Germanlar to'g'riliq bir mazmunni o'rganib o'tdik. Hamda baş köngül kanuniyeti shu maqolaning oxiridagi. Agar texnik o'qib boqmagan bo'lsangiz, siz tuvandagi mazmunni o'qishdan burun tuvandagi 8-ci mənbədəki maqalının heç bo'lmaganda kirish söz qismini bir qatam o'qib o'tang debdi. Napolyon Hill'ning tushuntirishidagi o'ziga tortishning sirli qonuniyati degan bir dangli kitob bor bo'lib, o kitob inglizcha The Sacred Law of Attraction as explained by Napoleon Hill deb atiladi. Onun da özüge tartış kanuniyeti deb atılgan bir kanuniyet. Yani insanlar öz istediğin narsalarni qanday qilib özüge tartib ekilib, şu arqılıq öz gayesini rijallıqqa aylandırılaydiganligini tafsili bayan qilgan. Bu kitap 2008-yili
nashr qilingan bo'lib, o Napoleon Hill 1928 yil yozgan 8 tomliq muvaffaqiyat dasturi Law of Success degan kitob bilan 1937 yil yozgan O'ylab boy bo'lish Think and Grow Rich degan ikki kitobga asosan tuzilgan. O'ziga tortish qonuniyatining bir kitob bo'lib yozib chiqilishiga asosiy jihatdan turtki bo'lgan kishi Andrew Carnegie'den iborat. Bu kitobda deyilishicha, yaqinqi zamonda keng taralgan madaniyatga eng zo'r daraja ta'sir ko'rsatgan narsaning biri ashu qonuniyat bo'lib, qadimdan tortib toki hozirgi zamongacha o'tgan mashhur odamlarning hammasi g'oyani reallikqa aylantirishning bu sirini bildigan bo'lsa-mu, ular boshqalardan qizg'inib, bu sirni oshkorlamay qo'g'dab kelgan ekan. Aslidagi maqolaning kirish so'zi qismidan ilindi debdi. Napoleon Hill tunji qatim Andrew Carnegie bilan o'tkazgan suhbat jarayonida Andrewning ashundaq muvaffaqiyatli bo'lishidagi sirning nima ekanligini so'raganda, Andrew uningga o'z shirkatida bir bosh ko'ngilning mavjud ekanligini aytib bergan. Shundan keyin Napoleon nurg'un yil tadqiqot olib berib, bosh ko'ngil degan bir psixologiya prinsipini bayqagan. Bu prinsipning inglizcha atalishi mastermind bo'lib, bu yerdagi master degan so'z yulg'un notida ega, xo'jayin, yolg'uvchi, boshqaruvchi, muallim, ustoz, usta, pir, begzoda, mudir deb ta'riflangan. Lekin men Napoleonning kitobidagi mazmunlarga asosan bu hukmni uyg'urcha bosh ko'ngil deb atashni muvaffaq ko'rdim. Bosh ko'ngil degan hukmga bir aniq maqsadni amalga oshirish uchun o'zaro moslashish ruhi bilan ikki yoki undan ko'p kishilar orasida bilim va tirishchanlikni moslashtirish deb aniqlama berishga bo'ladi. Andrew Carnegie'ning odamlar ashunda bir bosh ko'ngilni shakllantirgan bo'lib, o ko'ngil intayin yaxshi tashkillangan va intayin yaxshi moslashgan. Shuning bilan u bir hammaga qodir kuchga aylangan bo'lib, ular po'lat sanoatidan boshqa har qanday sanoat bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, xuddi po'lat sanoatidagi bilan o'xshash darajada muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lar edi. Yuqoridagi qollarni birinchi qatim o'qiganda nurg'un kishilar bosh ko'ngilning beradigan foydasi, bir to'p kishilarning o'zaro moslashib va kuchni bir yerga to'plab, birga ishlatilganda erishkili bo'ladigan foydadan ancha farqi yo'qdek hissiyotda bo'lishi mumkin. Amaliyotda bosh ko'ngilning yetkazadigan foydasi undan ko'p bo'lib, uning bunday alayligi o'ziga tortish qonuniyati bilan zich munosabatlik. Sizning xabaringizda bo'lgandek, siz ko'nglingizda ma'lum bir ideyaga yig'sangiz, o ideya xuddi bir magnitdek rol o'ynab, o'ziga boshqa o'xshash mohiyatli ideyalarni jalb qiladi. Bir bosh ko'ngil ikki yoki undan ko'p kishilar bir yerga kelib, ko'nglini o'xshash bir narsaga markazlashtirganda, andin barliq keladigan bo'lib, ko'ngillarning birlashmasi ijodiy ideyalarni o'ziga jalb qiladi. Bosh ko'ngilning aniqlamasi bo'yicha bosh ko'ngilning a'zolari o'zlarini o'xshash bir falsafaga atgan bo'ldi. Ko'p sondagi kishilarning qalbi bir o'rtaq, intayin aniq asosiy nishonga markazlashgan bo'ladi. Hamda barliq a'zolar ayrim shaxslarniki bilan selishtirganda kengroq va cho'nqurroq, cheksiz aql manbalariga ega bo'lgan bo'ladi. Bu birlashgan ko'ngil her bir shaxs o'z oldiga vujudga keltirish qat'iy mumkin bo'lmaydigan yangi bilim va yangi ideyalarni vujudga keltirdi. İnsanlarning ko'ngli bir xil shakldagi energiya bo'lib hisoblanadi. Ikki odamning ko'ngli bir-biriga tankash bo'lish ruhi bilan moslashganda har bir ko'ngilning energiyasi o'ziga yana bir ko'ngilning energiyasini qo'shib oladi. İnsan miğisini bir elektr bataryasiga o'xshatishga bo'ladi. Ko'p sondagi batariyani birlashtirganda uningdan chiqadigan energiyalar
bir ayrım bataryaya qaraganda köp bo'ladi. Shundaqla her bir batarya chiqarilgan energiyaning az ko'pligini onundaki tarmoq batareyaning soni belgilaydi. İnsan menisimi şunun o'xshash ishlaydi. Ya'ni bir qism mengining ish unumi yana bir qism menginiki qaraganda ustunroq bo'ladi. Bir top mengini o'zaro tankash bo'lish ruhi bilan moslashtirganda ular hosil qilingan tafakkur bilan energiya bir ayrim menginiki qaraganda zo'r bo'ladi. Ya'ni baş ko'ngil sizning ijodkorligingizni oshiradi. İki yoki onundan ko'p odamlar orasida birliksab hosil qilib, shu orqali bir baş ko'ngil ittifoqdoshligini hosil qilishdagi maqsad markazlashtirish qonuniyatini texmi unumli qo'llanishdan iborat. Ya'ni baş ko'ngil prinsipi bir top odam ko'nglining kuch-quvvatini ishga oshirmoqchi bo'lgan asosiy maqsadga to'plashdan boshqa narsa emas. Merkezleştiriş. Napolyon Hill merkezleştiriş bilen bir vasıta ve vasıtalık şekilde münasebetlik bo'lgan prinsiplarni işletiş usulünü muvaffaqiyatning sehri ochquchi deb atagan. Burungi kishilar mushu sehri ochquchning yordami bilan dunyodagi barliq ulug' kashfiyotlarning maxfiy eshigini ochgan. Hamda burungi barliq aql, farosat va talantlarning hammasi mushu ochquchning sehri kuchidan foydalanib yetildirilgan va taraqqiy qildirilgan. Merkezleştirish deganimiz sizning muqim odat va amaliyotdan foydalanib, ma'lum bir narsani taltikus tushunib va igilab bo'yicha ko'nglingizdagi shu narsaga yig'ib turish qobiliyatingizni ko'rsatadi. O sizning o'z diqqatingiz va zehningizni tizginlab, ularni ma'lum bir masalaga shu masalani hal qilib bo'yicha markazlashtirib turish qobiliyatingizni ko'rsatadi. O sizning o'zingiz tashlab etishni istaydigan odatlarning ta'sirini bir yoqqa qayirib qo'yish iqtidoringiz bilan yangi odatlarni yetildirish kuch qobiliyatingizni ko'rsatadi. O sizning o'zingiz tartibsiz tizginlash qobiliyatingizni ko'rsatadi. Markazlashtirish deganimiz sizning o'zingiz orzu qilgandek o'ylash iqtidorini, o'zingizning o'y tafakkurini kontrol qilib, uni bir nihoyat aniq maqsadga to'g'rilash iqtidorini ve o'zingizning bilimlarini bir sağlam ve amaliy ish harakat plani qilib tashkillash iqtidorini ko'rsatadi. Siz o'zingizning ko'nglini o'zingizning ömürlük istikiga markazlashtirishda o'zaro aralashib ketgan ve bir-biri bilan nihoyat zich bog'langan boshqa nurg'un ishlar ustidami boshqa turib zehningizni markazlashtirmoqchi bo'lgan asosiy narsani tamomlashingiz kerak. Cho'ng plan ambition bilen istek oңuşluk merkezleştiriş jarayonini vücutga keltirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan ikki asosiy omil. Bu omillar bo'lmaydigan sehri ochquchmo unum bermaydi. Bu ochquchdan foydalanadigan kishilarning intayin az bo'lishidagi sabab ko'pincha kishilarning cho'ng plani yo'q bo'lib, hayotida birer alayda narsani istamaydi. Siz o'zingiz arzu qilalaydigan her qandaq narsani o'zingiz uchun istak qilib tanlasangiz bo'laveradi. Agar sizning istikingiz amaliyotga uyg'un va yetarli darajada kuchli bo'ladigan markazlashtirishdan iborat sehri ochquch o istakni amalga oshirishga yordam qiladi. Nurg'un olim va psixologiya tadqiqotchilarining qarashicha, tilovat qilguvchilarning duosining kuchi qalbida cho'nqur o'rin olgan bir istakni amalga oshirishdagi markazlashtirish prinsipini orqali unum beradi. İnsanlar barpo qilgan narsalarning hammasi eng oldi bilan istak orqali tasavvurda vujudga keltirilib, andin markazlashtirish orqali reallikka aylantirilgan. Markazlashtirish sehri ochquchidan foydalanishda siz oldi bilan ko'nglingizdagi gumoni qarash ve ishonmaslikni butunlay yo'qitishingiz kerak. Hozirgacha bu ochquchdan o'ngishli foydalanadigan kishilarning ichida onunga ishonmaslik ideyasida bo'lganlardan birisimi yo'q. Qadrli qarindoshlar, foydalangan
maqolları buyurulgan yerden ve tirişçilik Bedir'i uruşudun oylaganları. Ondan başka yine bir qancha İngilizce materiallar barken. Ondaki Yalquruzi'nin biz qandaqlarcha Naqshi usul milleti deb atılıp kaldık degan maqolasi. Ondan bilim xumar yine Erkin Sıdıq akimizning g'oyini reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan maqola ekan. Shunda qilib bugungi 31 sin dersimizde qadrli qarindoshlar Girmanlar to'g'riliq biroz to'xtalib o'tdik. Endi Girmanlarning odatlari ve medeniyet karakteri degan mazmunni biroz o'rganib o'taylik. Shunda qilib Girmanlar to'g'riliq başka mazmunni ko'mida biz bu maqolani o'qishdan bekroq Germaniyada yashab bakkan qarindoshlar balkim buni texim yaxshi bilishi mumkin. Endi biz Germaniyaga berib bakmagandan keyin shunday maqolalarni o'qish orqali Germaniyaga, Germanlarninki örüp odatlariga, ularning xarakteriga sayohat qilgan gapken qadrli qarindoshlar. Germanlarning odatlari ve medeniyet karakteri. El Yüksel 2016 yılı 6. ayının 17. günü. Yakınki neçe 10 yılın mabaynida Uygurlarda özgürlüş zor boldu. Onun içinde icabi özgürlüşlerimi var ve selbi özgürlüşlerimi var. Şunun bilen biller Uygurlarda ilgilileşme ve çekinişme boldu. Bir milletin medeniyeti, örüp adetleri ve onun milli karakterleri onun iş hareketiga ve terakkiyat ahvalıga zor derecede tesir gösterdi. Biz özümüzün kelgisi üçün toğru tiriş nişanlarını belgileşte çokum özümüzün artıkçılıkları bilen acizliklerini tuluq ve toğra düşünüşümüz gerek. Bu işini vücutga çıkarışının önümlük usullarının biri özümüzde dünyadaki en terakki tapkan ellerdeki milletler bilen seliştiriş. Mezgur yazmada men Germanlarning 2. Dünya urushi oxirlashguncha mavjud bo'lib kelgan umumiy örüp adetleri ve medeniyet karakterlerini tonuşturumen. Men bayan qilgan mazmunlar g'arbda nashr qilingan bir parça qo'llanmaga kirgizilgan mazmunlar bo'lib, ular ilmiy tekshirish ve ilmiy tadqiqot natijalari bo'lib hisoblanadi. Eskertib qo'yishga tegishli bir ish shuki, qo'llangan o'lchamning o'xshamasligi bilan Germanlarga oid bir narsa ularning ijobiy xarakteri bo'lalishi mumkin. Shundaqla o'xshash bir narsa yana ularga oid salbiy qiliblashtirish bo'lalishi mumkin. Ya'ni bir narsaga baho berishda qo'llanilgan o'lcham nihoyat muhim. Endi men rasmiy mazmunni boshlayman. Birinchi yangilik yaratish energiyasi. Keng dair berip aytganda Germanlar tarixten bu yan naiti isil nerseni yasaydigan ve köpligen yeniliklarını yaratadigan kişiler qatarida o'rnelip keldi. Kichikroq dair bo'yicha qaraganda individual Germanlar yer sharidagi eng qattiq ishlaydigan kishilar qatorida turib keldi. Shuningdek bir yozuvchi Germanlarning mushunday xarakterining bir salbiy oqibatini mundaq deb tasvirlagan. Germanlar sarandek ishlaydi. Ular turmushdan qanday huzurlanishni bilmaydi. İkinci Dünya Urushining oxirida Germanlarning harbiy okuplarga bostırıp kelgan Birleşmiş Armiya askerleri bir qism okuplarga tor milanzi tortilganligini, gilam silinganligini, naqsh taxtasi esilganligini ve üstellerge gül quyilganligini ko'rgan. Bir qism German armiya lagerlarida gulliklar yasalib, gül bog'lari hosil qilinganligini ve to'shqonlar beqilganligini ko'rgan. Əsirge alıngan German askerleri türmede yağaçtan küçük poyizlarını yasıgan. Germanlarning icraatçılık ve icadkar buluşta dankı var. Germanlar zadala jim turmay davamlıq bir işlerini qilib, her vaqt aldıraş yaşaydı. Aldırqı septiki askerlerimi turvatkan joyning muhitini yaxshilash, harbiy kişilerini yamash, harbiy üskünlerini remont qilish, hüccetlerini tekshirish ve xat yizish bilan aldırash o'tgan. İkinci üzül kesillik.
Germanlarning bundaq bir so'zi bor. Agar bir ishni qilishga arziydi ekan, o ish to'g'ri qilishga arziydi. Germanlar hargizmi bir ishni yarim yo'lda to'xtatib qo'ymaydi. Ular tashkillash va ratlik o'rinlashtirishga nihoyat usta bo'lib, hamma ishni nihoyat inchkilik bilan qiladi. Bu xarakterining salbiy tarafi, ular hamma ishda mukammallikni qo'g'lishidi hamda boshqalarni yaratmaydi. Bu German adabiyotida eng ko'p tasvirlangan, eng mukammal hisoblangan xarakteridir. Üçüncü, tertiplik. Germanların yana bir so'zi bor. Tertip bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydi. Germanlar nihoyat ratlik va pokiz qiladi. Hamma ishni qoida bo'yicha qiladi. Vaqtga qattiq rioya qiladi. Poyezmi zodala kechikib qolmaydi. Yig'in kechikib qolgan kishini ayblab to'yg'izib bitadi. To'rtinchi, samimiylik. Germanlar samimiyatlikda o'zlaridan nihoyat faxrlanadi. Ular odatda va'dasida ching turadigan bo'lib, deganini cho'qim qiladi. Adolf Hitlermi o'zining "Mening kurashlarim" degan kitobini yozganda, o'zining planlarini dunyoga ochiq oshkora jakalagan. Germanlarning bunday bir so'zi bor. Bir German o'zi ishonmagan ish haqida hargiz yolg'on so'zlamaydi. Germanlarning samimiyligini ko'k ko'zliklarning hamma ishda deyishi deb tushuntirsimi bo'ladi. Bu jihatda German askerlariga chiqarilgan chaqiriq mundaq. Siz bir individual yoki bir guruhga shaklda boshqalarga bir ishni qilib beraman degan bo'lsangiz, siz chuqum gapingizda turing, boshqalarga samimiy bo'ling. 5. Sadoqatlik. Bu Germanlarning o'zlarini vayron qilish darajasiga yetildirgan xarakterlarining biri. Germanlarning Hitlerga bo'lgan sadoqatmanligi Germaniyaning 1940-yillari tüp-tüz qilib etilgan va Hitlerning ko'plagan ergash kuchlarining Görgi baldur safar qilib ketishiga sababchi bo'lgan. Germanning Germanik SS deb atiladigan bir alayda qismining mundaq bir shuari bor bo'lgan. Mening sadoqatmanligim mening shon sharifim. O'zi tava tashkilotga, oilasiga, vataniga va sabdoshlariga bo'lgan sodiqlik barliq Germanlarni tabiiy askarlarga aylantirgan. Ammo tarixning o'xshamagan davrlarida Germanlarning sadoqatmanligi bir salbiy qutbcha, ya'ni cho'qinuvchilar millatparvarlikcha taraqqiy qilgan. Germanlar ashundaq sadoqatmanligini o'zining johillik bilan birlashtirib, sizning nima deyishingizdan qat'iy nazar o'zlarini va Germaniyani boshqalardan va boshqa ellardan ustun o'ringa qo'ydi. Bu jihatda German askarlariga chiqarilgan chaqiriq mundaq: sabdoshlikni mashq qiling, o'z tashkilotingizdagi boshqa a'zolarga va tashkilotingizga yordam qiling. Tashkilotlarning qurilmasimi o'z a'zolariga yordam qiladigan shaklda tuzilishi kerak. 6. Naqsha. Germanlar guruh naqshasi etishni nihoyat yaxshi ko'rdi. Amerikaliklar uchun guruh naqshini etish, hissiyotga tayinib ish ko'rish, vatanparvarlik naqshlarini etish bo'lsa, vaqti o'tib ketgan ish hisoblanadi. 1940-yillardagi German ofitserlari uchun naqsha etmaslik irodasi so'z bo'lib hisoblangan. Germanlar uchun o'z guruhining kollektiv naqshini etish intayin muhim ish bo'lib hisoblanadi. Naqshini qancha ko'p odam etsa, shuncha yaxshi deb qaraladi. 7. Ikkinchi dunyo urushiga tutgan pozitsiya. Germaniya ikkinchi dunyo urushida mag'lub bo'lganligini jazmlashib bo'lgan bir vaqtda Lancer ismli bir komandir urush qilishni to'xtatmay davomlashtirdi. Buningga bunday 3 narsa sabab bo'lgan. Birinchi, onun medeniyeti, samimi ve sadaqatman bo'lish. İkinci, qarg'ulaç e'tiqod. Üçüncü, umidvorlik. Bununla yana bir amilni qo'shish mumkin. Onun Germaniya armiyasining qonuniy tuzumidan qo'rqqanligi. Gerçi odatdagi German askarlari to'liq g'alaba qozonganligiga ishonmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Lancer o'zlariga foydali bir siyosiy hal qilish chorasining
vujudga kelib qilishini umid qilgan. Shuning bilan urushni davomlashtirgan. German askarlari uchun urushning o'zi ularning hayoti bo'lib, har xil sistemalarning ishlashdan to'xtamaganligi ularning normal hayotining davomlashi bo'lib hisoblangan. Shunlashqa ular atrofida yuz berayotgan ahvollarga parvo qilmagan. 8. Tabiatni yaxshi ko'rish. Germanlar tabiat va hayvonotlarni intayin yaxshi ko'rdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin germanlar açlık yetişmezlik meselesiga duch keldi. Shundoq bo'lsa-mu ba'zilar birlarining atrofida yashaydigan bir qism kishilarning uydagi nonlarni elib chiqib, uyga yaqin ko'llardagi g'azlarga berayotganligini ko'rgan. Germanlarning kasal bo'lib qolgan uy hayvonlarini qandoq davolayotganligi haqida nurg'ulg'an hikoyalar bor bo'lib, ularning ba'zilariga odamning zotida ishongisi kelmaydi. 8. Sinf ayirish. Bu ölüp adet kişini unchuvla suyundirmaydigan bo'lib, o 2. Dünya urushi jarayonida küçük derecede mevcut bulup tuğan. Bu adetning derecesi Angliyaliklarninkidan qilishmaydi. Nasistlar fakat birli sinf mevcut deganni kuchab targ'ib qilgan bo'lsa-mu, 2. Dünya urushi jarayonida German armiyalari uni qabul qilishga unamagan. 10. Adablik bo'lish. Amerikalıklar qaraganda Avropalıklar köp edepli keldigan bo'lib, ularning ishida Germanlarmi bor. German tilida adabni ifodalaydigan mexanizm bor. Masalan, rasmiy so'rovlarda ikkinchi shaxs uchun sizni ishlatib, odatdagi vaqtlarda yaqin do'stlarni chaqirish uchun sen degan so'zni ishlatadi. Bolalar oila a'zolari va hayvonotlarga bo'lsa du degan yana bir so'zni ishlatadi. Germanlar başkalarını tonuşturuş ve başkalarını karşı elişnimi intayin muhim o'ringa qo'ydigan bo'lib, uyga kelgan mehmonlar bilan eshikning kirigicha bir qatim qo'l elishib ko'rishib, uydan uzatganda yana bir qatim qo'l elishib ko'rishib xo'shlashadi. Bir qism amerikaliklar bu odatga bir oz norozi bo'lib boqqan. 11. Tamaki chekish. Tamaki chekkanda amerikaliklar uni bigiz barmoq ko'rsatkich barmoq bilan o'ttir barmoqda tutadi. Germanlar uchun tamaki tutishning to'g'ri usuli uni bosh barmoq bilan bigiz barmoqda tutish. On birinchi yurish turish. Germanlar yurish turishga qattiq diqqat qilgan bo'lib, o'ri turganda tik turdi. Hergiz Amerikalılar o'xshash ikki qo'lini ishdan yanchiqqa tiqib olib turmaydi. 12. Seg'iz chaynash. Germanlar Amerikalılarning davomli seg'iz chaynab olishini yaxshi ko'rmay, ba'zida qora ovu Amerikalılarni xuddi kaliga o'xshash davomli seg'iz chaynaydi ekan deb norozilik bildirdi. Ularning Amerikalılarni tillaydigan so'zlarining biri seg'iz chaynama degan so'zdir. 13. To'y uzuki. Amerikalılar to'y uzukini sol qo'lga soladi, Germanlar bo'lsa to'y qilishga putishganlar uzukni sol qo'lga solib, to'y qilganlar bo'lsa uzukni o'ng qo'lga soladi. 14. Tamoq yeyish. Germanlar va boshqa Yevropaliklar ko'pincha vaqtlarda velkini sol qo'lda düm keltirilgan holatda tutib, o'ng qo'lda bo'lsa pichoq, qo'shiq yoki bir parcha nonni tutadi. Bu qadim tunishtirmoqchi bo'lgan rasmiy mazmun mush yerda oxirlashdi. Agar Germanlarning yuqoridagi ahvolini to'g'rilarga burun yo'llangan maqolalardagi yaponlarning ahvoli bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, bu ikki millat ko'p o'xshashliklarning borligini bayqaysiz. Amaliyotda yaponlar bilan Germanlar o'rtasida uzun muddatlik tarixiy do'stlik mavjud bo'lib, ular 2. Dunyo urushini birlashib olgan edi. Mening bilishimcha bu ikki millat hozirmi iqtisod, injenerlik va texnologiya sohasida nihoyat kuchli hamkorliklarni yo'lga qo'yyapti. Bu ikki millatning biri Yevropada qad ko'tarib turayotgan bo'lsa, yana biri Osiyoda qad ko'tarib turayapti. Mening bilishimcha Uyg'urlarning tarixda o'z millatiga bo'lgan sadoqatmanligi va bir-biriga bo'lgan samimiyatligi bir xil e'tiqod darajasiga ko'tarilgan. Bütün millat intayin kuchli milliy iftixorlikka ega holda yashagan davrlari
mevcut bulup ötken. Aşı devirlerde Uyg'urlarning eng qudrat topgan davrlariga to'g'ri kelgan. Men tex o'qib bakmagan o'qirmanlarga bilim xumar burun to'rlarda e'lon qilgan Germanlarning 7 xil kishilik xarakter degan maqolanimi bir qatim o'qib beqishni tavsiya qilaman debdi qadrli qarindoshlar. Onu bir qatim o'qidik, qadrli qarindoshlar. Erkinkamning yine yapıllıkların itiqad, əxlaq ve tabii xarakteri, yapıllıkların milli ruhi, Germanlarning 7 xil kişilik xarakteri degan maqolalardan paydalanıp da özününki burnu yazgan. Demek ki Germanlar to'g'riliq to'xtalib o'tilgan mazmun mishayda tugudi qadrli qarindoshlar. İnşallah kelar saat kelar shanba kuni vaqtimiz yetsa Yahudilarni 3000 yil saqlab qolgan amillar degan mazmunni birlikte öğünüp ötüşümüz mümkün. Eğer bunu tapalasam Erkinkamning maqolasini bizning Uyg'ur Akademiyasidan shu to'g'ri doklad bergan. Onu yollab qo'yma. Bo'lmasa Yahudilarning kuchlik bo'lishidagi muhim amillar degan mazmunni birlikte öğünüşümüz mümkün. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib Erkin Sidiq akamizning tadbir nashriyati nashr qilingan 5. qism kitobi G'oliblarning xarakteri ve sabaqlari degan mazmundan Germanlar to'g'riliq öğündüğümüz mishada tugidi. Allah'ın o'ziga amonat bo'linglar. Yeni bir tadbir yay sin darsida ko'rishguncha assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.